Yaxshimisilar do'stlar, men do'stonlar Akram. Biz bugun After Effects o'yinimiz, ya'ni After Effects'da unda olsa darsimiz başlansın. Kanalga a'zo bo'lganlar, yaxshi bilan sog'lom tuman uzunroq go'zal chiroyli qadaqamatlik nazlı taptatlik so'lti salobatlik bog'lar. After Effects'ni ochgandan keyin ishlamoqchi bo'lgan rasmni akilib olamiz. New Composition'ni besish orqali ochilgan ko'znakdan mashg'ulot ko'znikimizni tanishib olamiz. Ustidagi rasmni ostidagi mashg'ulot ko'znikiga tashlaymiz. Usti tarafdagi qalamni tanlayotgandan keyin ishlatmoqchi bo'lgan, ya'ni maskalab olamiz. Ost tarafdagi rasmni tanlab, mousening o'ng tarafini bosamiz, ochilgan ko'znakdan Free Compose'ni bosamiz. Ochilgan ko'znakdan ost tarafdagi Move All Attributes'ni tanlaymiz. Sol tarafdagi hujjatlar qismidan ust tarafdagi videoni qo'shish orqali ochilgan ko'znakdan biz ishlatmoqchi bo'lgan videoninki bir qismini kesib chiqarib olamiz. Ekranda ko'rayotganinglardek bu yerdagi ishlatmoqchi bo'lgan video siyoh to'kilgan bir video. Agar buni ishlatmoqchi bo'lsanglar, tushirish adresini chaplab qo'ydim. Videoning ishlatmoqchi bo'lgan qismini tanlab bo'lgandan keyin ost tarafga tashlaymiz. Videoni tanlab o'ng tarafdagi nonni bosamiz, ochilgan ko'znakdan Luma Matte bosamiz. Mousening o'ng taraf knopkasini bosamiz, ochilgan ko'znakdan New va buning ichidan Silent'ni tanlaymiz. Ochilgan ko'znak rang tanishib olamiz. Silent'ni ust tarafga evatgandan keyin eng ustdagi effektni bosamiz. Ochilgan ko'znakdan eng ost tarafdagi Video Copilot va buning ichidagi Saber'ni tanlaymiz. Silent'ni tanlayotgandan keyin ko'zni itib etamiz. Shakllar qismini bosamiz. Ochilgan ko'znakdan eng ost tarafdagi yulduz qurolni tanlaymiz. Mousening sol tarafini bosish bilan shaklni sizib olamiz va tanishib olamiz. Ostidagi Silent qismining ko'zni ochayotgandan keyin ustidan Customize'ni bosamiz. Ochilgan ko'znakdan Saber'ni bosamiz va Layer Masks'ni tanlaymiz. Ust tarafdagi Select'ni bosamiz, Neon'ni tanlaymiz. Ost tarafdagi Glow Color qismidan o'zimiz xohlagan rangga tanishib olsak bo'ladi. Asti tarafni mashg'ulotga tanishib olamiz. Silent'ning o'ng tarafdagi Normal'ni bosamiz. Ochilgan ko'znakdan Screen'ni tanlaymiz. Silent qismini eng ost tarafga evatgandan keyin rasm box'ini tanlaymiz. O'ng tarafdagi Effects qismiga Curves yozamiz. Ochilgan ko'znakdagi Curvesni rasmning ustiga tashlaymiz. Ust tarafdan rasmning yo'riqligini tanishib olamiz. Ostidagi mashg'ulot ko'znikini chekayotgandan keyin mouse'imizning o'ng tarafini bosamiz. Ochilgan ko'znakdan New va Silent'ni tanlaymiz. Ochilgan ko'znakdan taglikka bermoqchi bo'lgan rangni tanishib olamiz. Taglik bo'lgan Silent qismini eng ostiga kelamiz. Mouse'ning o'ng tarafini chekamiz. Ochilgan ko'znakdan New va Silent'ni tanlaymiz. Bu qatimqi Silent qismini eng ustiga olgandan keyin ust tarafdan Effects ochilgan ko'znakdan Video Copilot va buning ichidan Saber'ni tanlaymiz. Moyadagi mashg'ulotni deyimsakmi bo'lar? O'xshash tanishib olamiz, ayna. Ustidagi Silent qismini tanlab ko'zni itib etgandan keyin yaqinlashtirib olamiz. Eng ust tarafdagi qalam qurolimizni tanlash orqali sizib olamiz.
Nani vol paqırsın desek ayna, şu yani sizetmez. Silent qismining ko'zini ochib yotgandan keyin ust tarafdan Customize'ni tanlaymiz. Ochilgan ko'znakdan Saber va uning ichidagi Layer Mask'ni tanlaymiz. Yoruqlikni o'zimiz tamshivyapmiz, mashg'ulotdagi değil. Gün okşaydı özü, kararsız tutular yüzü. Ah şirin şeker sözü, kaçık azarı var. Customize qismidan Mask Evolution qismining yon tarafdagi vaqtni tanlab etgandan keyin ost tarafdagi vaqt ko'rsatkichimizni videoning oxiriga ilib olamiz. Evolution qismiga qaytib kelib, chik qilib olamiz. Ost tarafdagi Flicker Intensity qismini 20 qilib etgandan keyin hujjatlar qismiga yenib kelamiz. Biz ishlatmoqchi bo'lgan videoni ostiga tashlagandan keyin yon tarafdagi normalni bosamiz. Ochilgan ko'znakdan screenni tanlaymiz. O'ng tarafdagi Effects qismidan Curves'ni tanlab videoning ustiga tashlaymiz va ust tarafdan yoruqlikni tanishib olamiz. Ost tarafdagi Solid'ni tanlagandan keyin konopka taxtasidan P'ni bosamiz. Opacity ochilgandan keyin yon tarafdagi soatni besib o'tamiz. Vaqt ko'rsatkichimizga bir chekit qo'yildi. Opacity qismini mashg'ulotda berilgandek tanishib olamiz. Qo'yilgan chekitlarning hammasini tanlab olgandan keyin konopka taxtasidan Ctrl, Alt va mouseimizning o'ng tarafini bosamiz. Ctrl C'ni bosib ko'paytirib olgandan keyin Ctrl V ni bosish orqali chaplab olamiz. Mousening o'ng tarafini bosamiz, ochilgan ko'znakdan Keyframe eng ostidagi Time Reverse ni bosamiz. Ost tarafdagi Models ni bosgandan keyin o'zgargan qismdan 3D holatdagi shaklni tanlab olamiz. Mouseimizning o'ng tarafini bosamiz, ochilgan ko'znakdan New va buning ichidagi Camera ni tanlaymiz. Kamera qismini ustga olgandan keyin konopka taxtasidan P'ni bosamiz. Position ochildi. Konopka taxtasidan Altni bosish orqali Positionning yon tarafdagi soatni bosamiz. Vaqt ko'rsatkichiga ochilgan xatni o'chirib o'tgandan keyin o'rniga Wiggle tirnoq ochib 1:40 ni yozamiz. Şunun bilen biz işlemekçi bo'lgan günüm tuttu. Ko'rayotganinglardek bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Agar darsimizni yoqtirgan bo'lsanglar, kanalimizga a'zo bo'lishni va hamda unutmanglar. Unda bo'lsa, omon bo'linglar, katta.